Men ketdim. Qayerga ketyapsiz? Notebook asabimga tegayapti. Yoqilganda sekin yoqilyapti, qotib ishlayapti. Ustiga boraman 50 ming 100 ming yutib berar. Qo'ysiz-chi, mana men borman, o'sha 50 ming 100 ming pulingizga yoningizga qoladi, o'zim qilib beraman o'sha narsani sizga. Sizlar ham videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Kompyuter, notebookingizda xuddi shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, hozir sizlarga qotishini ham yo'qotamiz, hamda tezlashtirib ham berishni o'rgatib qo'yaman. Faqat sizlar videoga like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Men sizlarga shu qimmatli narsani tekinga o'rgataman. Birinchi navbatda pusk i tugmachasini bosib olasizlar. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Приложение joyiga kirib olamiz. Bu yoqdan avtozagruzkani ochamiz. Avtozagruzkani ochganimizdan keyin bu yoqdagi kerak emas brauzerlarni o'chirib qo'yamiz va o'zimiz ishlatmaydigan narsalarni ham o'chirib qo'ysak, kompyuterimiz yana ham tezroq ishga tushadi. Keyingi qiladigan ishinglar pusk r tugmachasini bosasizlar. Sizlarda xuddi shu oyna ochiladi. Bu yoqqa temp deb xuddi shunaqa deb yozasizlar. OK tugmasini bossanglar, sizlarda shu oyna ochiladi. Bu yerdagi barcha narsani udalib qo'yamiz. Lekin sizlarning hech qanaqa kerakli narsalar o'chib ketmaydi. Bu faqatgina kompyuteringizda yig'ilib qolgan musorlar. Keyingisida yana pusk r tugmachasini bosasizlar. Bu yoqqa clean mgr deb yozasizlar. Shuni ochganingizda ko'rishingiz mumkin. Очистить sistemli fayli bor. Shuni o'chirib yuborsanglar o'rtoqlar, sizlarning kompyuteringlar prosta raketa bo'lib ishlaydi. Mana bo'ldi, shuni ham muammo qilasiz. Men notebookingiz endi zo'r ishlaydi. Menga 50 ming bermaysizmi?